Bunaqa arzon narxlarda bunaqa lentali drabilkalar har doim ham bo'lavermaydi akalar. E'tibor beringlar. Ko'pchilik so'ragan do'konimizga lentali alligator drabilkamizni yangi partiyalari yetib keldi. Narx tomonlama juda ham arzon narxda chiqazganmiz, chunki pul zararligi uchun pul bo'shatishga arzonroqqa berib yuboryapmiz. Sotuvchi akalarimiz ham aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, o'sha ko'pchilik kutgan model lentalari uzun varianti, og'zlari katta bo'lgan, bemalol yarim voq, bir voq o'tni solib chiqarsanglar bo'ladigan variant. Xo'p, tay tomondagi ramalari o'sha hamma so'ragan baquvvat, qalin qilib ishlangan ramalardan, shesternalari o'sha katta shesternlardan qo'yilgan va undan tashqari eng qiziq joyini aytaman. Bir videoni boshida narxini arzon deb aytdim. Arzonligidan sabab buni orqa tomonidagi pichoqlari o'sha 14 qatorli qalin qilib ishlangan pichoqlardan qo'yilgan. Ichki tomondagi kesadigan pichog'i 6 pichoqli original pechatli pichoq, shinaklari qalin bo'lgan varianti. Ko'pchilik so'raydi, "Ukam, bu drabilka o'zi nima ishlar qiladi?" degan akalar, e'tibor berasizlar. Bu lentali drabilkalarimiz xolot, qurg'ut, poya, somon, shunga o'xshagan o't mahsulotlarini maydalash uchun mo'ljallangan. Bemalol 2-3 sm va undan ham mayroq qilib qirqib bera oladi. Ishlash prinsipi bu tomonidan o'sha xolot, qurg'ut, poya, somon o'tlarini bemalol solsanglar, ho'l quruq tanlamaydi. Solganinglardan keyin lenta yordamida o'tni o'zi avtomatik mana shu lentasi hamda shinaki yordamida o'tni sortib, ichkari tomonida mana shu 6 ta original pichog'i yordamida maydalab, hamda orqa tomondagi 14 qatorli akalar eng katta lentali drabilkalarga qo'yiladigan mana shu 14 qatorli pichog'i yordamida maydalab o'tni chiqazib bera oladi akalar. O'tda aytib o'tganimda juda ham mayin qilib chiqazadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, o't chiqazish jarayonigacha qo'yib ko'rsatib beraman. O'sha hamma so'ragan listi qalin variantidan bo'lyapti. Yon tomonida skorshlarigacha bor. O'ng tomonga qo'ysangiz mayinroq, chap tomonga qo'ysangiz o'tni yirikroq qilib chiqazib beradi. Yon tomondagi pachimniklari ham o'sha maslinli katta pachimniklardan qo'yilgan. Orqa tomondagi chiqayotgan o'tni bemalol pastga, balandga qilib, uzoqroq, yaqinroq masofaga to'g'rilab ishlatsangiz bo'ladi. E'tibor bersanglar, bunga motor qo'ymaganmiz. Uyingizdagi tokizga qarab turib, tokiz past bo'ladigan bo'lsa, past tokda ishlaydigan, baland bo'ladigan bo'lsa, baland tokda ishlaydigan elektrический dvigatel yoki-da benzin yoki-da solarniy motorlarni ham qo'yib bera olamiz. Qo'yiladigan motoriga qarab narxi eng arzon varianti 3 million so'mdan boshlab eng qimmat varianti 5 million, 5,5 million so'mgacha har xilcha modeli bor. Kimga shu turdagi lentali va boshqa turdagi jodu apparatlari ham kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Aloqaga chiqsanglar, kelishtirib beramiz. Videoni boshida aytganimdek endi bitta ishlashini ko'ramiz. Qani, ketdik.